Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus 1-kitob 9-dars 4-qism. Tamarin, mashqlar 1-mashq 51-52-betga to'g'ri keladi. Iqro va kutub. O'qi va yoz. O'qib, quyidagi jumlalarni tarjima qilamiz. At-tabibul jadidu fil mustashfa va at-tabibul qadimu fil mustafsafi. Yangi tabib kasalxonada va eski tabib poliklinikada. Mustashfa deb bu kasalxonaga aytiladi. U yerda bemorga tashxis qo'yiladi, bemor yotqizilib davolanadi, muolaja qilinadi, jarrohlik amaliyoti olib boriladi va binosi katta bo'ladi odatda. Ammo al-mustafsafu esa u yerda jarrohlik amaliyoti olib borilmaydi, bemorlar u yerda yotqizilib davolanmaydi, balki tibbiy muassasa maskan bo'lib imorasining hajmi kichikroq bo'ladi. U yerda birinchi yordam ko'rsatiladi. Oilaviy poliklinika bo'lib, tibbiy yordam ko'rsatilishi ham mumkin. At-tabibul jadidu fil mustashfa va at-tabibul qadimu fil mustafsafi. Yangi tabib kasalxonada va eski tabib poliklinikada. Demak, bu misolda al-jadidu yangi, al-qadimu eski, ikkisi ham izohlovchi na'atdir, chunki ikkalasida ham man'ut aliflomlik holda ma'rifa bo'lib kelmoqda. Al-kursiyul maksuru alal maktabi. Siniq kursi yozuv taxtasining ustida. Al-maksuru na'at, al-kursiyu man'ut. Man'ut ma'rifa bo'lganligi uchun na'at bu yerda izohlovchi, bayon qilguvchi sifatdir. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Yangi yelpig'ich katta xonada. Al-mirwahatu yelpig'ich, ya'ni ventilyator. Al-jadidatu va al-kabiratu ikkisi ham na'at. Al-mirwahatu al-ghurfatu ikkisi ham man'ut. Man'ut ma'rifa bo'lganligi uchun bu ikki sifat izohlab bayon qilib kelmoqda. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Arab tili oson. Al-arabiyyatu na'at, lughatu man'ut, na'at izohlovchi sifatdir. Al-waladu at-tawilu allazi kharaja al-ana min al-fasli talibun min al-hindi. Bu misolda allazi ismi mavsula kelgan, uni kelasi darsda o'rganamiz. Ana fil madrasati thanawiyyati. Men sanaviy madrasa, sanaviy maktabidaman. As-sanaviyya bu bizning o'rta maktablardagi bitiruvchi sinflar 9-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan oxirgi bosqichga o'xshagan bosqichdir. Sanaviy u boshlang'ich va o'rta ta'lim bosqichidan keyingi bosqich bo'lib, o'quvchilarni oliy ta'lim bosqichiga, ya'ni universitetga yoki texnikumlarga tayyorlanadigan bosqichdir. Demak, ana fil madrasati thanawiyyati, men sanaviy madrasasidaman. As-sanaviyyatu bu yerda na'at, al-madrasatu man'ut, na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda. Zahaba ar-rajulul faqiru ila al-waziri. Kambag'al kishi vazirning yoniga ketdi. Al-faqiru na'at, ar-rajulu man'ut, na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda, chunki man'ut ma'rifadir. Jalasa at-talibul jadidu khalfa Hamidin. Yangi talaba Hamidning orqa tomoniga o'tirdi. Al-jadidu na'at, at-talibu man'ut, na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda, chunki man'ut aliflomlik ma'rifa ismdir. Xalfa o'ziga muzofun ilayhi talab qiladigan ismdir. Shuning uchun ham Hamidin muzofun ilayhi majrur, jarligi kasra bilan. As-sikkinul kabiru haddun jiddan. Katta pichoq juda o'tkir. Al-kabiru na'at, as-sikkinu man'ut, na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda. Man hazal waladu as-saghiru. Bu kichik bola kim? As-saghiru na'at, al-waladu man'ut, na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. U yangi mudarrisning o'g'li. Huwa zamir munfasil bu yerda kichik bolaga qaytadi, ya'ni u kichik bola yangi mudarrisning o'g'li degan ma'noda. Ibnu muzof, al-mudarrisi muzofun ilayhi. Ya'ni mudarrisining kasrasini ibnu muzof olib keldi. Shuning uchun ham uning oxiri jar holda kasradir. Jadidi mudarrisidan na'atdir. Mudarris ma'rifa bo'lganligi uchun mudarrisni izohlab bayon qilib, yanada aniqlashtirib, u kichik bola ayni yangi mudarrisning o'g'lidir deyilmoqda va hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi i'robida man'ut oxiri jar kasra bo'lganligi uchun na'at ham unga ergashib oxiri jar kasra va ma'rifaligida ergashmoqda, muzakkar ismligida hamda mufrad birlikda. Ikkinchi mashq
52-betga to'g'ri keladi. Imla fil firoghi fima yali bin na'ti allazi bayna qawsayni ba'da tahliyatihi bi al 'inda al-luzumi. Imla to'ldir degani fi ni qo'shimchasi al firoghi bo'sh joy, fima yali ikkisi birgalikda quyidagi degani bi bilan an-na'ti na'at allazi gi qo'shimchasi bayna orasida degani bayna qawsayni ikki qavsning orasidagi ikki qavsning ichidagi degani ba'da undan keyin tahliyati lug'atda bezamoq degani lekin kiritmoq ma'noda bu yerda huwa zamir muttasil uni unga degani an-na'atga qaytadi. Bi bilan ni qo'shimchasi ham bo'lib keladi. Indal luzum inda paytida al-luzumi lozim bo'lmoq, zarur bo'lmoq, indal luzumi birgalikda zarur bo'lsa degani. Imla fil firoghi fima yali bin na'ti allazi bayna qawsayni. Quyidagi bo'sh joyni ikki qavsning orasidagi na'at bilan to'ldir. Ba'da tahliyatihi bi al 'inda al-luzumi. Lozim bo'lsa huwa na'atga qaytadi dedik. Na'atga alif lam ni kiritib undan keyin to'ldir. Ammo lug'atma-lug'at tarjimasi lozim bo'lgan paytda na'atni alif lam bilan bezagandan keyin bo'sh joylarni to'ldir deyilmoqda. Ya'ni kitobning 52-betida ikkinchi mashq berilgan. Mana quyidagi bo'sh joylarni qavsning orasidagi na'at bilan bo'sh joylarni to'ldiramiz. Lozim bo'lgan paytda na'atga alif lamni kiritamiz. Lozim bo'lmagan paytda na'atga alif lamni kiritmaymiz. Birinchi misol aynal mudarrisul jadidu. Yangi mudarris qayerda? Al jadidu na'at, al mudarrisi man'ut. Ikkinchi misol at-tajirul kabiru fis suqi. Katta tijoratchi bozorda. Al-kabiru na'at, at-tajir man'ut. Bu ikki misolda ham man'ut ma'rifa bo'lganligi bois ikkala na'at ham man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda. Birinchi misolda mudarrisni yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, ayni yangi mudarris qayerda deb bayon qilmoqda. Ikkinchi misolda esa tijoratchini yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, ayni katta tijoratchi bozorda deb bayon qilmoqda. Uchinchi misol ana talibun qadimun. Men eski talabaman. Qadimun na'at, talibun man'ut. Man'ut nakira bo'lganligi bois na'at man'utni ehtimoliy sifatlardan, ya'ni yangi, eski, uzun, bo'yi qisqa, tirishqoq, yalqov shu kabi ehtimoliy sifatlarning orasida men eski talabaman deb eski ekanligi bilan xoslamoqda. Jalasa talibul jadidu xalfa Muhammadin. Yangi talaba Muhammadning orqa tomoniga o'tirdi. Al jadidu na'at, at-talibu man'ut. Bu yerda na'at man'utni izohlab, yanada aniqlashtirib, ayni yangi talaba Muhammadning orqa tomoniga o'tirdi deb bayon qilmoqda. 5-misolni keyingi darsda o'rganamiz, chunki unda allazi ismi mavsula kelgan. 6-misol Ammarun waladun qasirun. Ammor qisqa, past bo'ylik bola. Qasirun na'at, waladun man'ut. Faysalun tabibun shahirun. Faysal mashhur tabib, shahirun na'at, tabibun man'ut. Bu 6 va 7 misollarda kelgan man'utlar nakira bo'lganligi bois na'at bu ikkisida ham 6-misolda Ammorni past bo'ylik bola ekanligi bilan xoslab kelmoqda. 7-misolda esa Faysalni mashhur tabib ekanligi bilan xoslamoqda. Liman hadha as-sarirul maksuru. Bu siniq yotoq kimniki? Al-maksuru na'at, as-sariru man'ut. Na'at man'utni izohlab, yanada aniqlashtirib, bu ayni siniq yotoq kimniki deb bayon qilmoqda. Hadha qalamun maksurun. Bu siniq qalam. Maksurun na'at, qalamun man'ut. Man'ut nakira bo'lganligi uchun na'at bu yerda man'utni siniq ekanligi bilan xoslamoqda. Ayna sikkinul haddu. O'tkir pichoq qayerda? Al haddu na'at, as-sikkinu man'ut. Na'at man'utni izohlab, yanada aniqlashtirib, ayni o'tkir pichoq qayerda deb bayon qilib so'ramoqda. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Bu chiroyli mashina kimniki? Al jamilatu na'at, as-sayyaratu man'ut. Man'ut ma'rifa bo'lganligi bois na'at man'utni izohlab, yanada aniqlashtirib, bu ayni chiroyli mashina kimniki deb bayon qilib so'ramoqda. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.